Sovuq yoqmaydi. Chap yelka orqa sohasida og'riq bor. To'g'rimi? Lekin hozir bir mana bu tarafga ham o'tib turadi-da. O'ng tarafga sal. Ko'taring. Yo'q, ko'taring. Yo'q. Pastga bosing. Pastga bosing. Biceps. Qo'lni uchini pastga bosasiz. Yo'qda. Bosing. Bosing. Ishlamayapti. Bunisini ko'ramiz. Bosing, bosing. Farqqa bordingizmi? Bosing. Bu ishlayapti. Pastga bosing. Pastga bosing. Ishlamayapti. Suring. Suring. Demak, bo'yin nervlarini birinchi ochretga, navbatga, ikkinchi yo'l-yo'lakay bularni sherigi bo'lgan ba'zi bir holatlarga bel nervlarini ham ko'rib ketishimiz kerak. Qaysi holatga seziladi? Nima qilsangiz seziladi? Qo'lingizni qimirlatsangiz seziladi. Qo'limni misol orqaga qilsam, bundoq qilsam, cho'zilsa, mana shu joy cho'zilsa, mana shu og'riq seziladi. Keyin mana shu lapatkani qimirlatganimda seziladi. Xuddiki lapatkani orqasida nimadir borga o'xshaydi. 10 ball chidab bo'lmaydigan og'riq, 0 ball umuman sizni bezovta qilmaydi. Og'riq. Siz necha ball qo'ygan bo'lardingiz? 5 ballda o'rtacha. Mana Baxtiyor korreksiya tugadi. Tomonni berasiz. Gipertonusida tepaga ko'taring. Yaxshi. Ko'taring. Norma tonus. Bitta tonus bor edimi, yo'q edimi? Bu ishlamayapti. Ishlayapti. Patlatishni ishlamayotgandi. Pastga bosing. Ishlayapti. Ishlamayotgandi, to'g'rimi? Biceps, triceps deganda. Ishlayapti. Bosing. Bosing. Nerv qissangiz ham mushak ishlab qolishi kerak. Shunda sog'ayganligini yana ham kattaroq belgisi bo'ladi. Ishlayapti. Ko'rsin. Pastga bosing. Pastga bosing. Ishlayapti. Bo'ynaki og'riqni qidirib ko'ramiz. Kamroq. Kamaygan. Necha foiz kamaydi? Shunday bo'ladi. Yaxshi. Demak, 7-8 minut ichiga 5 balli narsa 2-3 ballga kamaydi. Bu narsa hali davom etadi.